Garang o'ynashni bilmaydi. Boytamirsan ko'zimni qisaman, qanaqa sheriksan? Sendan yaxshi o'ynayapman. Qaysi sport o'ynaysan? Birga bir o'ynaysan, o'yin tika olasanmi? Kim o'ynaymiz? Qo'y, yutqizasan. Qaysi sport o'ynaysanmi? Duxing yetmaydi. Rahmat aka. Va mehriboncha. Bunga pul berman, bu mashinik bu. Bunaqa bo'lsa kerak, Qaysi sport o'ynaysanmi? O'yinda o'ynaysanmi? Sport o'ynaysan bu nogiron emas bu. Yo'q, Yo, qaysi sport? Mana ishonmaysan. Qaysi sport? Pangs. Men bo'lishi. Rostdan akam bu. Yani akani qarab figurani yomon chiqasizmi? U qo'ldan chiqargan ichki ximikat shunday. U qo'lmas, u jinni bo'lma. Sport o'ynaysanmi? U qo'ldan chiqargan. O'yinda o'ynaysanmi? Sport o'ynay. Ichi pok buni. Pok buni ichi mana ishonmasang qarab, pok. Hamma joyi pok. Что-то не то? Что-то кто? U qo'lmasmikan? O'ziniki. Aka bu qo'lmi bu ko'valdami? Mana bola, mana mashq qizda, mana qara. Qara oydekkina. Yo, men bu qizga uylanmayman. Voy, nega? Bu 3ta 4tasini yurgan o'zi ko'zim bilan Voy, yurmagan. Sport o'ynaysan, mana shu tillayda o'ynaysizmi? Voy, o'ynayman, sport o'ynaysanmi? O'ynaysanmi? O'ynayman. Davay, o'ynaysiz. Tan oling, yurgan kishisiz, ayting, mujik bo'y. Remontadami? Mana shu sifat kichinasi zo'r chiqyapti, Trendda bu o'zi. Shu Dubayda chiqyapti. Yo'q, o'zimiz Toshkentda blogerlar reklama qilyapti-da. Sport o'ynaysanmi? Dubayda chiqyapti. Mashinangdan o'ynaysanmi, mujik? Sport o'ynama, zavod. Davay, o'yna, mujik bu. Qo'y, sportlashma. Sen o'ynaysanmi? O'yinda o'ynaysanmi? Sen aralashma, tushundingmi? Qaysi biring duxing yetadi? O'ynaysanmi sport? Bobur, yaxshimisan? Ya, assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yuribsanmi? Sportlashib? Yo'q, Mana qara. Mana sporlashishlaring bor-ku, bir kun boshingni yeydi. To'g'ri aytasiz aka. Qaytib sport o'ynaganim bo'lsin. Sen aytaverasan ham qaytaverasan. Sport o'ynaysizmi, qaytib o'ynamayman? Sport o'ynaysizmi? Uyingizda o'ynaysizmi? Yo, mujikmisiz? Qo'ti! Oy, basharangga nima so'rayapsan? Adzaga so'rayman. Bahor quyoshi yomon-da. Yuzingga narsa toshirib yuboradi, kasal qiladi. Bizning basharamiz eshak terisidan ekanda unda. Mani immunitetim pastku, tez kasal bo'laman. Nima kalcharamanga qaratib yoqding? Atay qilding, jo'ra, atay qilding. Bilardingki immunitetim pastligini. Nimaga buncha dorisan-ku? Mana jigarimga, mana buyragimga, mana buyog'im pishishiga, ya u anularga, shuncha dori olib yuraman-da, immunitetim pastku. Ha, nima chaqirding? Shu issiqda cho'pon bilan shapka kiyib olganmisan? Necha shapkaga? Tegma shapkamga. O'zi tegma kasal bo'lsam, hozir cho'milib chiqqanda meningit bo'layman. Boshlandi. Bir narsa bo'lsin, menga sen javob berasan. O'zi nozikkina bo'lsam. Ona? Ha, bolam. Meni o'ldirmoqchimisizlar? Kim oynani ochdi, skvasnetda belim og'riydi-yu, ona? Voy, men ahmoq ochib qo'yibman-ku. O'z ona bolasini kasal qiladimi? Uzr, bolam, uzr. Ha, malades. Asharga kelib zo'r qildinglar. Ana o'rtoqlar nimaga ishlamaydi? Ko'r ana bitta nokka bu yoqqa. Amaki, menga og'ir ko'tarish mumkin emas. Gemoroyim bor, gepatitim bor, tuberkulozim bor. Oting nima shani? Ismim Nozim, lekin hamma erkaklar meni Nozik deyshadi. Haqiqatdan ham nozik bola ekansan sen. Bu ketishingda ertaga qanday o'ylab boqasan sen, ha? Bitta narsa ko'rsataymi senga? Formani qara, formani. Mana ko'rish, Arnold Schwarzeneggermisiz? Qanday bunday bo'lgan? Buni siri oddiy. Zafaron mahsulotlari. Men mana shu zafaron mahsulotini ichganimdan keyin biron joyim og'rigani yo'q. Erkaklik quvvatim hamcha moshni turibdi. Qon boshim ham joyida, shaxrlarim joyida. Lubboy kasallikka davo bo'ladi. Buni o'zing ham ichsang bo'ladi. Ota-onangga olib borib bersang, ichib, yosharib, sana duo qilib yurishadi. Mana 97 yoshimda formani qara. Buni qayerdan olsam bo'ladi? Buni o'sha magazinlaridan olsang bo'ladi. Zakaz qilsang uyinggacha dostavka ham qilib beradi. Buni-chi, chet elliklar oltinga tenglashtirishadi. Nima? Ich, sog'ayib yur. Qachongacha yurasan? Bo'ynim og'ridi, ko'tam og'ridi qilib. Mana Qodirjon, iftorligim zo'r bo'ldi. Rahmat. Rahmat domla. Balo ham zo'r bo'lgan yo'q. Tursunovga. Bo, yana boshlandi. Kuyapti bu. Kuyib ketdi. Yomon kuydi. Mana qara.
Ertaga uyimizda iftorlik qilamiz. Bunikidan zo'r bo'lish kerak. Dasturxonda ham bunikidek yo'q narsa bo'lish kerak, tushundingmi? Tutyapti yana. Tutadimi sen? Achityapti, achdi, yomon achidi. Bo'ldi. Domlajon, ertaga mana shu sostav biznikiga iftorlikka o'tasizlar. Tizza bo'yi yeb ichar bo'ladi. Lekin bu unchalik zo'r bo'lmadi, xafa bo'lmang. Qo'ldan kelgancha-da qo'shni. Sepaymi? Yo'q, ayangga aytaylikki, masala olib kelsin, tayyorlab tursin, yur. Oshdan olinglar. Shashlikni ko'rsat, shashlikni. Shashida olinglar. Hali tandirini ham yaqinroq olinglar, yaqinroq. Konchilsin. Qodirjon, endi bugun quloq demasdan turaylik. Hazil. Kecha uyingizda iftorlikda oshingizga qanaqa go'sht soldingiz? Tovuq go'shti. Tovuq go'sht. Kulva borini solganda. Biz endi qo'y go'shti soldik. Selli qo'yni mana shu iftorlik uchun so'ydik-da. Necha xil ovqat qildingiz kecha? 2 xil, suyuq, quyuq. Ayni sharoiti shunga to'g'ri kelganda, bechora. Biz endi 5 xil ovqat qilib qo'yibmiz-da. Sal oshib ketib qopmiz-da. Qanaqa napitka qo'ydingiz dasturxonga? Yupi qo'ygandim qo'shni. Yupi. Endi bu nima qo'ysin? Choy bilan yupi qo'ydik. Biz nashat qo'ydik. Nashatni qo'yish hammaga ham emas, sizga ham emas, sizlarga ham emas. To'g'ri. O'g'lim, mahallada eng zo'r iftorlikni qilib qo'yibmiz-da. Eng oldi bo'libmiz-da mahallada. Birisizda. Biri. Qodirjon, bu joyingiz kuymayaptimi, ukajon? Supi kerak emasmi? Yo'q, qo'shni, menda hammasi yaxshi. Hamma narsani zo'r qilibsiz. Faqat shu xurmo bilan nishonla qo'ymabsiz-da. Men kecha qo'ygandim lekin. Uni qo'yish shartmi? Ha, endi iftorlikka xurmo bilan nishonla bo'lsa yaxshi-da. Qo'yish kerak edi. Lekin shu joyda mahallaning orqasi bo'lib qoldingiz-da qo'shni. Attay. Xurmo qani? Yo'qmi? Okeymaning. Tog'da qor bormi? Tog'da qor yo'q, nima qilasiz? Orqam kuyyapti. Qorga ko'tum bilan o'tirgim kerakdi. Bilmayman, muzday joy topish. Muzmi, nimadir kerak menga. Yomonam yonyapti, yomonam. Tort bolam, tort. Jonni huzuri. Yonyapti orqam. Shunday achyapti bolam. Ko'ra olmayman uni. Mazza qilyapti, lekin shamollamasam bo'ldi bolam. Voy qizim. Voy Ada. Ada kim? Toshkentda dadani Ada deyishyapti-da. O'zi bir hafta bo'ldi Toshkentga kelgan, darrov Toshkentchani yodlab oldingmi? Endi hayot shunaqa ekan-da, Ada, kirib boqing. O'lsin-da. Qizim, o'qishing yaxshimi? Bo'pti, sekin-sekin qimillama o'zsan-yu. Qizim, qiynalmayapsanmi ishqilib? Nimaga? Toshkentcha gapirishga? O'zimga yoqyapti. Yoqmay o'lsin. Ada, amaqim yaxshimilar? Amaqing kim endi? Amaqi kim u? Ukizlar-da. Sattor amakingmi? Nu, dada. Ha, u amakini ertaga tug'ilgan kuni Toshkentdan biron bir sovg'a olib borishim kerak, bo'sh qotgan. Voy, Ada, Toshkent kendigida turibmiz-yu. Yuring, sizga zo'rniyat olib beraman. Ada, manaqa takoy finkalari 137 ming so'mdan ekan. Anaqalari 95 ming so'mdan ekan. Men Toshkentni qimmat deb yurardim, bizni bozordan ham arzon ekan-ku. Bu in bozor-da. Oda. Bu showman degan nima degani? Ada, bu Woman женский magazin degani-da. In bozorda jenskisi ham bormi? Oyim gila-gila ham olib olaydi-ku. Oyinga olamiz, bu gila-gila kim? Shu oyim gila-gila-gila-gila-da. Bu in bozor katta bozor ekan-da, narxlari ham arzon ekan. Bitoy texnika ham sotiladimi? Voy, Ada, men sizga in bozor deyapman-ku. Oning telefonni. Ha, onasi. Sen nima deyapsan? Men o'ynab yurmayapmanmi? Nima deyapsan? Xatingga qarab qo'l ochursan. Men qizingligili. Voy, Jamila, yo'qtirding-da qizim. Yo'qdi menga ham. Nima deyotganmi o'zim bilmayapman-ku. Qoch. Qishlog'im, sirrochli muhim xabar. Ertalab qishlog'imizga shaxsan hokim buvani o'zlari kelyaptilar. Bironta uxlamaysan. Ertalabgacha mahallaning hamma joyini asfalt qilamiz, obod qilib, ko'kulkacha qilmaymizmi?
Jenskiy sovet o'zingiz nazorat qilasiz, tushundingizmi? Xo'p bo'ladi, raisim. Bir kishi hamma uchun, hammamiz hokim buva uchun. Qani, qarsak. Rais buva, Ha, hokim kelsa mazza bo'lar ekanda. nimaga? Mahallamiz obod bo'ladi, qishlog'imiz asfalt bo'ladi. Meningni eri bo'ladi. Til yo'qolay taytu. Nima rais chalg'itasan? Hammaga ishga davay. Davay, hamma tarqal. Tez. Hokim buva kelguncha qilaylik kukulkacha. Daqqa Jenskiy sovet. Xo'p, raisim. Men ketdim, odam kam, odam olib kelaman. Sen nazorat qilib tur, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, raisim. Sen kim, Madonnami? Yo'q, Sapargul. Nima achib taqvagansiz, Sapargul? Voy. Ishlang, ish qiling. Men Xo'p ketdim. bo'ladi, raisim. 941-yili. Doniyor Mali. Rahmat. Rais buva, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qara. Ertaga hokim buvani shaxsiy o'zlari kelyapti qishlog'imizga. Hamma o'qituvchilarni yig'asanda daraxtlarni oqlaysanlar, tushundingmi? Rais buva, biz daraxt oqlasak, o'quvchilarga kim ilm beradi? Bular bo'sh qolishadi-ku. Ha, o'quvchilar bo'sh qolyapti, ha. Bo'lmasa hamma o'quvchilarni olib chiqasanda latokni tozalashsin. Hokim kelyapti. Faqat menga kerakmi hokim? Bu turinglar, tur. Bog'bon, 100 ta mana shu ko'chatingdan berasan, hokim kelishiga yo'llaringiz yiga ekamiz. Pulini kim beradi? Ha, hokim ketgandan keyin sug'urib qaytarib olib kelaman. Shunaqasi bo'ladimi? Bo'p kelgan-ku, shuncha qilardik-ku, esingda yo'qmi? Bitta tikan qolmasin, hamma daraxtni oqlaylar. Ha, oqlaylar. Davay. Ha, Sizga xizmat yo'qmi? menga qara alkash. Senga xizmat shu hokim ketguncha ichmasdan turgan iltimos sendan. Voy, mana o'qiyin dedi. Qishlog'imiz uchun harakat qilib ko'r, bir kun ichma. Bor. Rais buva, Ha. bu hokim so'zi qanday paydo bo'lgan o'zi? Savol turuvni qara. 18-asrda bitta kostyum shim kiygan odam uzoqdan kelayotgan ekan. Buni ko'rgan odamlar, kim kelyapti? Kim kelyapti? Shu bilan hokim bo'lib ketgan ekan. Kim kelyapti? Bari seniqa, boshqa savoling yo'qmi? Boshana. Ichma. Ye. Texnologiya nima deydi? Texnologiya. Rais baba innovatsion. Mana u yigit Turkiyada non yapadigan tandir olib ketdi. Ya bu tandirmi bu? Ha, Turkiyani panimo zotiga tegishli tandir bu. Mana ko'rdingizmi? Yarim soatda 500 ta non chiqarib tashlaydi. Endi novvoylarning keragi yo'q. Haqiqiy non. Bu baribir duxovkada buni mazasi tandirnikidek bo'lmaydi. Ya rais baba, shu joyda adashdingiz. Uning ichida tandiri bor. Qarang, orqasini tep-tekis. Mazasi tandirnikidan zo'r. Ana. Qishlog'imiz uchun katta yangilik bo'pti. Birinchi bo'lib hokimini mana shu yerga olib kelamiz. Hop, polvon. Innovatsion. Ana! Mahallamiz obod bo'ldi. Ya, hokim bu kelyapti. Hammangni qo'ling ko'ksingda bo'lsin. Hokim bu, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerga o'tib ketdilar? Nazorat qilib kelsa kerak menimcha. Nazorat qiladi. Rais bo. Hokim boshqa qishloqqa o'tib ketdilar hozir. Bu yil kelmas ekan bizni qishloqqa, keyingi yil kelar ekanlar. Ben bemalol aytsam bo'lar ekan, rais bu bar hokim kelmas ekan bu. Mana u ichishni o'ylaydi, men nimani o'ylayapman? Rais buva, shuncha xatti-harakatni hokim kelishi uchun qildik-a. Mana o'zimiz qishlog'imiz birlashib bitta bo'lib mahallamizni obod qilsak bo'lar ekan-ku. Обязательно hokim kelishini kutishimiz kerak-ku. Aqlli, men ham o'ylayapman shuni. Haqiqatan o'zimiz qilsak bo'lar ekan-ku, ha? Birlashib nimalarga qodirligimizni ko'rsatib qo'ydikmi? Ha? Lekin baribir hokim ko'rgani yaxshi edi-da, boshqacha edi-da. Kim uchun qilmas, shu hokim uchun qildim-da. Bitta maqtab ketsalar, qancha men osmongacha bor yiqol, hamma yiqol. Ko'chatlarni o'z. Asfalt to'xtat, asfalt qilmasin. Men ketdim. Qayerqa? Uxlayman. 2 kundan beri uxlaganim yo'q edi, onasini emsin. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim.